Birinchi raqamli valyuta kurslari kanaliga xush kelibsiz. Bugun 11 yanvar 2026-yil sanasida O'zbek so'mining valyuta kurslari bilan tanishib chiqamiz. AQSh dollari 22 so'm 53 tiyinga oshdi. 1 AQSh dollari 12131 so'm 55 tiyin bo'ldi. Endi 100 AQSh dollari 1,213,155 so'm bo'ldi. Oxirgi oyda AQSh dollari 0,7% ga oshdi. Yevro 14 so'm 94 tiyinga tushdi. 1 yevro 14124 so'm 76 tiyin bo'ldi. Endi 100 yevro 1,412,476 so'm bo'ldi. Oxirgi oyda yevro 0,2% ga oshdi. Rossiya rubli 3 so'm 23 tiyinga oshdi. 1 Rossiya rubli 153 so'm 54 tiyin bo'ldi. Endi 1000 Rossiya rubli 153,540 so'm bo'ldi. Oxirgi oyda Rossiya rubli 1,1% ga oshdi. AQSh dollarining Rossiya rubliga nisbatan kursi. 1 Rossiya rubli 55 kopeykaga tushdi. 1 AQSh dollari 79 Rossiya rubli 1 kopeyka bo'ldi. Endi 100 AQSh dollari 7901 Rossiya rubli 23 kopeyka bo'ldi. Oxirgi oyda AQSh dollarining Rossiya rubliga nisbatan kursi 0,4% ga tushdi. Ertaga yangi kurslar bilan uchrashguncha like bosib obuna bo'lishni unutmang. Qo'ng'iroqchani bossangiz video chiqishi bilan sizga xabar beraman. Kuningiz xayrli bo'lsin.